mani uyimda yo'q narsalarni qo'yishgan. Game klubga $150 $250 klaviatura mishkalar qo'yishgan. Kirish bilan aka mana bu keyslarimiz lekin yomon o'ziga tortyapti. Kunduz kuni 8 mingdan qo'yibamiz, bu yerda kechga 10 ming so'm arzon. Tag'in yana bu yoqda 50 ming tashlash o'tinglarga, o'sha akkauntinglarga 2 kun 12 soatdan, 2 kun 12 soatdan bemalol shuni hozir ketyapti. Bepulga o'ynashsiz bo'ladi. U hamma rasxodlarni hisobga olganda 150 ming ketdi. $150 ming. $150 ming ketdi. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisi bugun Sergelida yangi hayotda ochilgan yangi game klubga ro'parasi 90 ta moshni kes sborkalarni yig'ib berdik. Shu kes sborkalarni game klubni to'liq obzor qilishga keldik. O'zim birinchi marta kelyapman bu game klubga. Bundan oldin keslarni, kompyuterlarni olib kelib berishga bolalarni jo'natganmiz. Bolalar olib kelib kompyuterlarni hammasini mijozlarimizga, klientlarimizga topshirib, joy-joyiga qo'yib berib, ishlatib, ko'rsatib berib, o'rnatib berib ketishgan. Men o'zim sizlarga obzor qilib berishga endi kelyapman. Sizlar bilan birgalikda hozir ichkari game klub ochgan akalarimiz bilan gaplashib, chiroyli qilib hamsuhbat bo'lib, sizlarga to'liq zo'r obzor qilib beramiz. Videoni o'tkazib olmay oxirigacha ko'ringlar. Klaviatura, periferiya mahsulotlari to'g'risini aytaman, mani uyimda yo'q narsalarni qo'yishgan. Game klubga $150 $250 klaviatura mishkalar qo'yishgan. Albatta VIP kabinkaga. Lekin uncha game klublarda hali shuncha game klub ochib bergan bo'lsa, hali endi bu birinchisi bo'lyapti. Bunaqa qimmat periferiya mahsulotlar qo'ygan game klublardan bo'ladi. Video juda qiziq bo'ladi. O'tkazib olmay oxirigacha ko'ringlar. Ko'rishingiz mumkin, birinchi etajda korzinkaga, ikkinchi etajga game klubga chiqilinar ekan. Bu game klubimizning hozir to'liq lokatsiyasini o'sha Yandex navigatoriga nima deb yoziladi, uni ham video davomida sizlarga aytib o'tamiz. Bu yerda mana topib olishlar uchun Obsidian game klub ikkinchi etajda deb yozib qo'yilgan ekan, yuringlar. Kirishinglar bilan, xo'p, sizlarga yetkazib beraman. Salqin, ko'chada issiqdan kirganinglarda konditsioner ishlab turibdi. Havo salqin. Yana bitta narsasi, ko'p game klublarda ahamiyat berganman. Kirishinglar bilan qanaqadir hidi bo'ladi o'zini. Havo aylanmaydi, dimlanib qoladi. Sigaret chakib tashlanadi, kirishki, chips, havo dimlanib qoladi, qanaqadir badbo'yroq hid bo'ladi. Bu yerdan hid sezmayman hali. Bu yoqda mana qaranglar, chiroyli qilib kassani oldida chanqasanglar suvlar, ermeyga har xil shkalat, chaqchuqlar, narsalar, hamma narsa qilib qo'yilgan sharoit bor xullas. Game klubimizni ochgan mijozimiz Izzatilla akam, o'zlari ham shu yerda ekanlar. Hozir ular bilan ham hamsuhbat bo'lib, qo'yni chiroyli qilib video obzori qilib beramiz. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? So'zimisiz aka? Mikrofon, yana bitta mikrofon bersanglar. Aka, mana bu keyslarimiz lekin yomon o'ziga tortyapti. Kirish bilan o'ziga shunday o'ziga, ya'ni rostagasin gamerlarga mos keyslar yig'ilgan. Qanaqa bo'ldi xudo xolisi? Ochilish qilyapsizlar, chiroyli qilib. Ochilish bo'ldi, xudoga shukr. To'g'ri mehnat bilan ochib oldik. Sekin faoliyat boshladi, bir hafta bo'ldi. Ko'rdi. Uje klientlar bor, bu yerda o'tirishibdi, menimcha. Uje bu yerda klientlar bor, uje bu yerda kabinkalarda klientlar bor. Okey. Eng ichimni qizdirayotgan narsa, ana $150 Gravastar K1 Pro degan model klaviaturalarimizni olib ketibsiz. Qayerga qo'yildi aka? Eng yaxshi xonamizga qo'yilgan. Kabinkaga, VIP kabinkaga qo'yilgan. Elit zonamizga qo'yilgan. Elit zonaga qo'yilibdi. Bo'l, unda hozir birinchi общий zaldan boshlaylik, общий zaldan boshlab, sekin bu yerda VIP kabinkalarga ham o'tamiz. Keyin aka, bu yerda men barlarni ham вообще zo'r qilib qo'yibsiz. Hamma sharoit bor, pastga, tepaga, magazin qidirib, suvga, qanaqadir kirishki, hamma narsa, suvlar, hamma narsa. Bitta narsadan tashqari stol qilib qo'yibsiz. Ani sendvich, hot-doglar qo'shdingizmi, qo'shmadingizmi? Yo'q, hali endi harakatdamiz, qo'shamiz. Tez kunlarda xudo xolisi o'tirib yeb olishga sharoit ham bor. Sendvich, hot-dog yeyishga narsalar ham xudo xolisi bo'ladi, aka. Xo'p, bu yerdan boshlasak, aka. Narxlar qiziq-da, narxlar. Necha puldan bo'ldi xudo xolisi? Bu yerda eng arzon zona mana shu bo'lsa kerak. Narxini 2 xil qilganmiz. Kunduzgi, kechki. Kunduz kuni 8 mingdan qo'yibamiz, bu yerda kechki 10 ming so'mdan. Kunduz kuni 8 mingdan soat nechagacha amal qiladi? Ertalab 8 dan kechki 5 ga. Kechki 5 gacha. 5 dan keyin 10 ming so'mdan. Kechki 5 dan ertalabki 8 gacha 10 ming so'm. Bu narx qachondir vaqtgachami, mana belgilangan, chegaralanganmi, hozircha shunaqami? Hozircha shunaqa. Hozircha shunaqa narxlar.
Xo'p. Sarvar. Bilasizlar, o'zi komping o'zi eski obunachilardan bilishadi. Komping o'zi asoschisi Sarvar, родной ukam mani. Kel Sarvar. Sarvar родной ukam, o'zi komping o'zi eski obunachilardan bilishadi. Videoga tushmayman deb hozir yo'q tushgan. Biz seni bilishadi o'zi uncha obunachilarimizni, mijozlarimizni bilishadi. Xarakteristikalarni hozir bu yerda juda ham ko'pda 90 ta kompyuter yig'dirishgan. 90 tasi hozir ham o'sha bizdan olib ketib, remont jarayonlari, ustunovka jarayonlari bilan orada 2 oy vaqt o'tib ketib qoldi. Bu yerda ozgina remontlar cho'zilib qoldi. Men esimdan chiqib ketgan. Sarvar ukam hozir bilan ketan o'sha kerakli joylarda xarakteristikalarni, narxi necha pul periferiyalarni, nimaga bunaqa xarakteristika tanlangan, общий zalga nimaga bunaqa, VIP kabinaga nimaga bunaqa, shularni sizlarga to'liq qilib aytib ko'rsatib nima qilib o'tiladi. Xo'p, bu yerda eng arzon joydan boshlasak, eng arzon joy ham lekin yomon emas. Izzatlarga kelavering, aka, siz ham. Eng arzon joyimiz ham yomon emas. Xo'p. Mana narsa birinchi o'rinni o'zimga tortyapti. Moradi brendidan necha pul chiqardi bu narxi? Assalomu alaykum hammaga o'zi. Xo'p, buni kompyuterlarni yig'ib berishni noldan boshlasak, mana ilib olamiz. Xarakteristikamiz i3 12100F qo'yilgan. Sal bu yerdan bersa yaxshiroq bo'lardi. i3 12100F qo'yilgan. Hop, bunda video kartamiz 1660 Super 6 GB lik video karta bo'lyapti. Operativkamiz 16 GB, monitorlarimiz 27 dyum, Curved 180 Hz monitorlar qo'yilyapti bu yerda. Mexanik klaviatura, qizil switchli klaviaturalarni qo'yganmizda, bunga X7 hamma bilgan legendarni X7 hamma baquvvat, otsa ham, ursa ham, aylantira boshqa narsalar qilsa ham hammasi ichida beradigan mishkalar bilan birga Moradi eng yumshoq narxiga bunaqa segment, bu narx segmentidagi eng yumshoq, eng maza qiladigan 7 yubr audio sistemada ishlaydigan zo'r naushnikimiz, hamma tanigan legendariy naushnikimiz bo'lyapti bizda. Buni soatda 8000 dan kech paytga 10000 dan deb aytdilar. Buni atrofidagi olib qarasak, biz boshqa kompyuterlar bilan taqqoslaganimizda, menimcha bu eng zo'r anaqalardan kompyuterxona variantlaridan bo'lib chiqadi. Nimaga desak, bu yerda ko'ryapsiz, oddiy stul emas, kreslolari ham o'ziga yarasha, normalniy baquvvat o'tirsangiz yumshoqqina qilingan. Juda ham zo'r nima qilingan 8000 so'mga. Men bu hozir kelishim bilan birinchi naushnikka ko'zim tushib nima aytmadim, do'konimizda juda sotuvi chaqqon. Puliga nisbatan, narxiga nisbatan sifat вообще zo'r naushniklardan bo'ladi. Eng tez sotilib ketiladigan, hali biror marta pretenziya ham bo'lmagan bundan. Hamma olgan odamlar narxiga вообще zo'r ekan, maza qilishyapman deb kelishyapti. Bir akam chiqmagan shu paytgacha. Уже nechtasini sotib olganmiz, hali bir marta bir ak chiqdi, mamti ishlamayapti, mamtida bunaqa pam beryapti deb hali hech kim nima qilib kelishmadi. Shuning uchun birinchi mana shu narsa ko'zim tushib, o'zimga juda ham yoqqani uchun aytdim. Monitor qanaqa monitor qo'yilgan bu yerda? Bu yerda Zifler qo'yilgan. Hamma tanigan xalqbob bo'lgan Zifler monitori 27 talik, 27 ta 180 Hz monitor. Normalniy Counter 1.6 boshqa o'yinlaganmi, PUBG o'ynaysizmi, boshqa qilasizmi, hammasiga yetib ortadi. Bunda etdim klaviaturasini qizil switchli AVT. Полноценный bitta Dota o'ynaysizmi, boshqa qilasizmi, yonida nampadlari bilan bor уже, ranglari cho'tki yoritib beradi, podsetkalari zo'r, o'zi ham baquvvat. Chidab beradi, shaqillab ovozni sizni boshingizni ham qotiring, boshqa ham qilmaydi. Ancha приятный ovozi ham xalaqit beradigan narsa emas xullas. Mishkasi. Mishkasi. Общий hammasiga 40 ga 90 katta razmerda kovriklar qo'yilgan. Ba'zi bir game klublarda faqat mishkani o'ziga qo'yib qo'yishadi, bu yerda okamda eng arzon zonada ham komfort bo'lsin deb kovrik ham katta yaxshisini qo'yib qo'yibdilar. Lekin bilmayman, narxiga 8000 so'm kunduz kuni 5 gacha, 5 dan keyin 10000 so'm. Yangi kompyuterlar hammasi hali свежий, periferiya ham unaqa общий zal arzonchasi deb o'zimiz sotgan narsamizni sifat qanaqa o'zimiz bilamiz. Normalniy qilib yig'ib qo'yilgan. Bu yerda hozir nechta edi? Bu yerda hozir standart zonamizda 20 ta. 20 ta. Bu yerda hozir kirganda ko'zim tushdi, Izzatilla aka. Mana bu yerda bo'sh joy qolib ketibdi. Bo'sh joy qolgan, ha. Xudo xolasa. Kompyuterga nisbatan mebel ko'p bo'lib qolgan joy. Xudo xolasa. Ozgina yurishib olib, tez kunlarda aka bu yoqqa ham yig'ib yuborar ekanmiz, Xudo xolasa. Inshaalloh aka barakasini bersin. Xo'p, bu yerda ikkinchimiz, lekin men bu keyslar juda ham bor, o'zimga shu yoqada gamerlarga juda ham mos keladigan, ani bitta qaraganda odam ozgina termilib turadigan narsa bo'lganda, o'zi eshikdan kirib kelganda ham game klubga shunday odam o'ziga tortyapti. Ayniqsa mana bu svetli RGB podsvetkalari ham o'zgaradi. Oldi tarafi, orqa tarafi keysimizdan ko'rishingiz mumkin. Shishali 100% ichini
ko'rsatib turadi. Xullas o'ziga bitada tashlanadigan, ko'zga tashlanadigan o'sha idealniy keyslarga yig'ilgan. Keysimizni Bloody brendidan shunaqa Transformer modeldagi keyslarga yig'ilgan. Buni xarakteristikasi qanaqa bo'ladi, Sarvar? Buni xarakteristikasi bilan Bu yoqda endi sal kuchliroq qilingan, ya'ni bu yoqda o'sha i5 12400F qo'yilgan. O'qidim bu yoqda. i5 12400F qo'yilgan 2060 super video kartasi, 8 GB video karta, o'sha RTX bo'lgan hisobiga FPS ham ko'proq beradi. И shunga yarasha monitorimizni bu yoqda 180 Hz lik, sal yaqinroq olib bersangiz, 180 Hz LG dan qo'yilgan, o'sha oddiy o'sha Zifler yoki boshqasi emas, Pixel emas, boshqasi emas, o'sha LG. Bu yoqda nimaga ko'proq e'tibor berilgan? Komfort, klient komfort, ko'z toliq qolmasin, yoshlanmasin, boshqalar ortiqcha narsalar bo'lmasin, maza qilib o'ynasin, klientlar keladi, o'ynaydi. Klaviaturasi bu yoqda Rapu brendidan oranжевый, bu ham mexanический, RGB'lari, podsetlari hammasi cho'tki ishlaydi. Ovozlari buni ham приятный. И yonida mishkasiga e'tibor beradigan bo'lsak, mishkasi Logitech G102. Hammaning qo'lida tushadigan, universal qo'l tanlamaydigan. O'ng qo'l bilan, chap qo'l bilan, lekin har qaysiga to'g'ri keladi. Royliklari, switchlari hammasi zo'r. И hammasiga bularni komplekt qilganda yonida yana bitta Rapudan qo'yamiz. Уже 350S modelimiz. Bu ham zo'r mikrofonlari, bu ham YouTuber audio kanalda ishlaydi. Bu ham hammasi nastroykalari hamma anaqasiga to'g'ri keladi. Terlatmaydi, og'ritmaydi, ortiqcha xalaqit bermaydigan narsalar bittasi bu ham. Hammasini mana osib qo'yishga komfort, oldingizda xalaqit bermaydi, monitorga ilib yurmaysiz, lekin yaxshi o'yinda FPS-larni ko'rsata oladi o'zini ancha. LG bilganlar biladi, eski brendlardan, bu brendni adalarimiz ham bilishadi. LG keyin bu yoqda monitorlarimiz уже IPS ekan. Mana bu brendni ham qo'shib o'tib ketaman. Alohida to'xtalib o'tmas bo'lmaydi. Bitta tezroq o'tib ketdik ham. Logitech. Do'konimizda eng ko'p so'rab kelinadigan, ayniqsa mishkasi bo'yicha eng ko'p so'rab kelinadigan brendlardan. Bu yoqda общий zalimizda provodnoyligi qo'yilgan. Buni hozir вообще Logitechchi mishkasini bespроводной DPI ham juda ham katta, mощныйsini boya Gravastar oldiga komplekt qilib qo'yilgan. Akamlar aytganida, Izzatilla akam aytganlaridek VIP kabinkaga qo'yilgan. Endi Izzatilla aka, bu yo'ni narxi qanaqa bo'lyapti? Shu aytganimdek 2 xilga bo'linyapti, kunduzi kechkiga. Shu ertalab 8 dan 5 gacha 10 ming so'm. 10 ming so'm 5 gacha. Aha. 5 dan ertalabki 8 gacha 12 ming so'm. 12 ming so'm. Qanaqadir yangi ochilganligi skidga unaqa qilmadinglar? Skidga hozir ketyapti. Birinchi kelgan klientga akkaunt ochilsa, shu yerga 50 ming so'm tashiydi. Mana shu 2 kun davomida 12 soatdan VIP tarifda bemalol 50 ming tashlab 2 kun davomida 12 soatdan. Tashlagan puliga 50 ming so'mga tegilmaydi. Aha. VIP yoqib beramiz. Kun davomida 12 soat xohlagancha o'ynab ketadi. 12 soat shundan besplatniy takka o'ynashadi. Undan keyin уже 50 ming ishlatish boshlanadi. Aksiyadan keyin yana kompyuterxonamiz yoqsa, klientingiz bo'lib qolsa, bemalol kelib 50 ming so'm o'ynasa o'zi narxlari juda ham arzon qo'ygansiz. Endi to'g'ri, Sergeli bunaqa center shahar o'rtasi emas, shahar chetrog'i, lekin shunda ham biz o'zimiz aka mana ko'p game klublarning ochilishiga kompyuterlar yig'ib berganmiz-da. Shunda ham arzon-da aka. Mana Sergeli hududida atrofdagi game klublarga nisbatan shunda ham narxlar arzon. Tag'in yana bu yoqda 50 ming tashsanglar shu o'tinglarga, shu akkauntinglarga 2 kun 12 soatdan, 2 kun 12 soatdan bemalol shuni hozir ketyapti. Bepulga o'ynashsiz bo'ladi. U hozir bu 2 kun 12 soatdan skidga faqat mana shu общий zalimizga amal qiladi. Hamma zonamiz. VIPlarga hammi? VIPlarga. Seriozno? Bolalar maza qilsin. VIPlarga ham даже общий xohlagan kabinkalarda VIPlarga hammasiga amal qilinadi. 50 ming so'm tashsiz, mana ani VIPga ham rostdan 50 ming so'm, 100 ming so'mmi ekan? Yo, 50 ming so'm. 50 ming so'm. Kelish kerak, nima qilish kerak? Videoni tugatib o'zimiz ham qolamiz sekin bugun. Bu yoqda nechta edi aka? 18 ta bu yoqda. Bu yoqda 12 ta, 18 ta. 18 ta yig'ib berilgan, bu yoqga 18 ta. Zo'r aka. Zo'r. Mana bu общий zallik ham bor-ku. Operator orada kadrlarni qo'shib bitta yaxshilar obzor ham qilib berasiz. Общий zalga ham mana yig'ib berib yuribmiz-da. Nima deydi? Xolisona fikrda. VIP kamingaga qildirishyapti-da. Bunaqa anaqa parametrli, bunaqa kes nimani общий zalga ham shu zo'r bo'lgan. Tem bo'lib mana bu skid kesman o'zimga yoqib ketyapti. 50 ming so'mga skidga to'g'risi aka. Keyin aka, Izzatilla aka yana bitta nimada? Unda bitta game klubga og'aynilar bilan borib qoluvdi, endi mahallada. Jamlaqa zo'r yangi ochilgan nima emas, hojatxona chiqmoqchi bo'lib so'rasa, yonimizda o'quv markazi bor, o'shanga chiqib berasizlar nima qilib? Bor dedi hojatxona. Hojatxona bor. Hojatxona Bu yoqda bor. qilingan.
hojatxonalar ham hammasi o'zida bor. Xullas, hamma kerakli komfort bor. Eng yoqayotgani aka, havosi вообще hali chakishchi aka. Chakishga отдельный ko'ngilli zona qilganmiz. Отдельный zona bor, bu yerda Отдельный- mumkin emas. mumkin emas. VIP kabinkalarda ham mumkin emas. Ha, hech qayerda mumkin Ko'chaga emas. chiqish shart emas, birinchi etajga tushib, Yo'q. shu yo'ni o'zida bor. Shu yerda o'zida отдельный Hozir xona kadrga qilib uni ham qo'yganmiz. qo'shib ketamiz. Chiroyli qilib xona qilib qo'yganman. Chakishga deb aytyaptilar. Вообще zo'r aka. Komfortli вообще gap bo'lishi mumkin emas. Вообще zo'r aka lekin. Zatillaki sir bo'lmasa aka. Sir bo'lmasa вообще nech pul ketdi. Biz o'zimiz aka esimda bori, mana shu yig'ib bergan kompyuterlarimizdan o'ziga 90 mingdan oshiq shot bo'ladi. Shunaqa. Remontlar. Bizda mebel bilan kresloni boshqa joydan oluvdingiz aka. Shunaqa. O'sha tanishim bor, ular gaplashib qo'yib, zaklab berib qo'yganman deb Zaklab aytdingiz. shunaqa Bizga joyi birinchi kuni bo'ladi. kompyuter olaman deb kelganingizda, общий aka sir bo'lmasa, nech pul ketdi? Endi qo'shni Примерно aka, Basotda yaqinroq yozmaganmiz. Baribir Chiqyapti. qiziqda hammaga aka. Misol, hozir bizdan ko'rayotgan obunachilarimiz, eski mijozlarimiz orasida game klubchilar ko'p. Viloyatlarda aka, Xorazmda ham nechta game klublarni ochilishlarini qilib berganmiz aka. O'zimizga kompyuter yig'ib berganmiz. 100 talab, 80 ta, 60 talab VIP kabinkaga nimaga, ular patikulich ochilishlarini qilib berganmiz-da. Game klub biznesi bilan shug'ullanadigan mijozlarimiz ko'p. Yangi game klub ochaman, qanaqa ekan o'zi bu biznes deb qiziqib yurganlar, baribir qiziq aka bu savol. Nech pul ketarkan o'zi bunga, bu biznesga? Endi Примерно noldan u yerda hamma dizayner qilganmiz degan savollar ham bo'lishi mumkin. Bu dizaynerni ham o'zimiz qilib, hamma rasxodlarni hisobga olganda 150 mingcha ketdi. 150 ming dollar. 150 ming dollar ketdi. Lekin haqiqatan zo'r qilib bunaqa qilingan aka. Ayniqsa kompyuterlar aka, mana periferiyalar bizni o'zimizda tushunganimiz uchun, game klubga kirib berayotganimiz uchun aka, zo'r periferiyalarni, vashi mana bu naushnik, mishka, klaviaturalar, vashi zo'rlar qo'yilgan, kelganda maza qilib o'ynab ketiladigan qo'yilgan aka. Bolalar maza qilsin deb. Zo'r, men bu anularni ham ko'ryapman. Men bu kresloni ham ko'rsatasiz. Buni ham aka yomon emas, yaxshilarni tanlabsiz aka. Shu tanishim bor deb aytdingiz, bunda kreslodi yaxshi zo'r, men bosh qo'yishgan podushkalari bor, nimaga ham bor, charchamaydi, bosh Charchamaydi. og'rib ketmaydi. Yumshoq, komfortli. Qulaylik beradi. Qulayligi bor. Qulaylik beradi. Zo'r aka. Xullas bu yoqda 16 ta, bu yoqda 20 ta. Общий zalimizda shunda 18 ta. 20 ta. 20 ta desangiz bo'ladi. Bu yerda общий zalimiz 40 ta desangiz bo'ladi. 40 ta bo'lyapti. Ha, Zo'r. 40 ta desangiz bo'ladi. 20 taga 20 ta bo'lgan. Bundan Bundan keyingisi pro zonamiz bor. Ikkita pro zona xonamiz bor. Aha. Ko'rsanglar bo'ladi. Ya o'ziga yarasha. Bu yerda ham muzda, xuddi u yoqda havo qanaqa bo'lsa, havo shunaqa yengil, muzdek havo. Mana bu svetlarni ham zo'r qilib qo'yibsizlar, общий svet ham. Общий svet ham bor. bo'lar ekan. Endi Zo'r. atmosfera bo'lishi bo'yicha o'tiradi. Zo'r. Xo'p, bu yoqda ham Rapu naushligimiz и Logitech o'sha hamma bilgan, juda ham sifatli, ancha yillar xizmat qilib beradigan, o'sha game klublarga ham juda ham joni baquvvat brend. Shu joni baquvvat bo'lib, ko'rinish oddiy, to'g'ri, dizayni, lekin buni ichidagi zapchaslari, joni baquvvat bo'lib, ancha yil xizmat qilib berishi juda ham zo'r. O'sha juda ham bash именно Logitech mishkasini juda ham ko'p mijozlarimizga so'rab kelishadi. Bu yoqda yana bizani Rapu shunaqa oranjiy yonlari podsvetkali klaviaturalar qo'yilgan ekan, 40-90 razmerda. Dota 2 logotipi rasmlari tushirilgan ko'vriklarimiz, yana o'sha hamma bilgan dinozavrlar paytidan beri ishlab kelayotgan LG brendi IPS bo'lgan. Bu necha anaqa edi? Nechtalik edi Sarvar? 27 talik. 27 talik, bunda ham 180 ga. Bu ham xuddi shu VIP zonamizdagi bu ham 27 ta 180 Hzli, o'sha middle zonamizda olingan. Pro zonamizda ham xuddi shunaqa Rapu klaviatura, Rapu Logitech mishkasi, Rapu naushniklardan birga xuddi shunaqa qilib monitor ham shu bilan bir xil qilingan. LG niki 27 180 Hz bu ham IPS bo'ladi bu ham. O'tkirliklari hammasi joy-joyida. Xarakteristikasi keladigan bo'lsak, xarakteristikasi ham общий zalda bu yoqda tashqarida ko'rsatganimiz bilan bir xil. Bu ham 2060 Super, i5 12400F 16 GB operatsiya qilingan. RGB'lari mana bunda ham ko'ryapsizlar, hammasi bir-biriga o'xshab tortib, oldi orqasidan yonib turib, ko'z oladigan bo'lib turibdi o'zi. Buni agar svet o'chiradigan bo'lsa, bitta svet o'chirib olaylik shunda.
уже svetni o'chirganda monitorlar mana zo'r ko'rinadi. Mana podsetkalari ham tepada qolib ketib, ko'zga tushib, ortiqcha xalaqit bermaydi. O'ynaganda faqat klaviatura bilan mishka ko'zingizni to'g'risida turgan monitor faqat sizga yordam beradi. Maza qilib o'ynab, hamma killarni o'zingizga orttirishingizga yordam beradi faqat. Bu yerda parametr ham hozir общий zaldiga qaraganda ozgina kuchliroq o'sha. Middle bilan bir xil o'sha bu yoqda. Middle bilan bir xil. Общий eng arzonidan ko'ra yaxshiroq, lekin middle bilan bir xil qilingan. No, bu уже komfort yaxshi ko'radiganlar uchun ko'proq. O'sha alohida zonada kabinkaning ichida shuni kompaniya hisobiga bilan 5 ga 5 ishxona bilan kelishganmi, og'aynilar bilan kelishganmi, o'sha yaxshiroq qilingan zona 5 ga 5 o'tirasizmi? Bu 5 tasini u xonada, 5 tasini bu xonada o'tirsangiz ham maza qilib o'ynash uchun mo'ljallangan, tinch joyda ishdan keyin charchagandan keyin, boshqadan keyin dam olish uchun faqat o'tiradigan zonamizda bu yerda. Hop, Izzat aka, bu yo'ni narxi qanaqa bo'lyapti? Bu yo'ni narxi ertalabki kunduzgi bo'lyapti ham. Hamma zonamizdagi ertalab 13 ming, kech payt 15 ming. Ertalab soat 8 dan 5 gacha 13 ming so'm, kech payt 5 dan keyin o'sha ertalabgacha, ertalab 8 gacha 15 ming. 24 ga ishlaysizlar. 24 ga yetdi. Oddiqsiz, har Oddiqsiz, har kuni. Zo'r. Yana bitta savolda aka, gamerlar ham ko'pda. Necha FPS beryapti CS:GO'da? Shu parametrda sborkamiz. Parametr bo'yicha tekshirib bo'lmadinglarmi? Endi hozir testoviy ishlatyapmiz. 300 beryapti. 300 FPS beryapti. Hali anu nastroykalar to'g'rilanmagan, o'yinga mo'ljallab, to'g'rimi? Viski, men o'zim ham to'g'risi bunaqa zo'r professionallik tushunmayman. Bu hali nastroykasi to'g'rilanmagan. 100% hali bo'lmagan, shunda ham. Hozirchalik 300 beryapti aka. 300 beryapti. 300 beryapti. Bizda hali endi boshlang'ich o'sha 15 ming dediz-a, 15 minglik xonamizdan o'zi. Demak, naryoqda ham 300 beryapti. Bu yoqda ham 300 beryapti. U yoqda ham 300 beryapti. Middle anaqamizda, zonamizda. Middle'da. U yoqda 12 ming to'g'rimi? 12 ming. U yoqda. Zo'r aka. Narxlar komfortliroq. 300 FPS beryapti. Hali nastroyka to'liq nastroykalar qilinmagan hammasi. Zo'r. Keyin yoqda nima xonalar bor aka? Bu yoqda shu 5 talik ikkinchisi bor. Boya aytganingizdek, ko'vilka xonamiz ham shu yerda. Ha, bu bilan bir xil hozir bu yoqda xarakteristika. Ikkita xona 5 ga 5. Bo'ldi, komanda bo'lsa 5 tasi bu yoqda, 5 tasi bu yoqda, bir-biriga shovqini nima qilmaydi. Bemalol anu o'zi aniq qilib olishadi-ku. Shunaqa. Bo'lishib olishadi. 10 ta bolalar kelib qolsa, bo'lishib olib, 5 ta 5 ta sostav qilib olib, bir-biriga anaqa strategiyalarni aytib, bemalol bu yoqdan bu yoqdan. Shunaqa. Zo'r aka. Bundan keyingi xona nima edi? Bu yoq shu ko'vilka xonamiz bo'ldi. Ha, mana shuni aytdingiz, aka. Shunaqa. Ha, bu yoqda chakishgan oynalarni ochib qo'yibsiz. Oynalar ochib, bu yerga отдельный chilling sistemani отдельный qilib, sigareta dimini tortib ketishga. Havo u yoqqa tarqab ketmaydi. Tarqalmasligi uchun, ha. Отдельный havo tortadigan qo'yilgan. Zo'r. Xullas bu yoqdan chiqib, birinchi etajga ko'chaga chiqib, chakib kelib, bunaqa shart emas. Yo'q. Hamma narsa sharoit bor. Zo'r. Birdan boshlaylik. Svetlarni yoqib bersangiz, aka. Voy, bu yoqda mana buni qaranglar. O'ziga yarasha. Konturni dizaynda kirish bilan odam o'ziga tortib turibdi, lekin bor-ku. Qaranglar. Klaviaturamizni tepasidan qaraganda hech qanaqa raqamlari, sonlari ko'rinmaydi, yon tarafidan. O'tirganda bunday yondan ko'rinadi. O'ziga yarasha takrorlanmas dizayn qilib ishlatilgan. Bu modelimizda точный modeli esimda bor. Auladan F75 to'g'ri yonida numpad yo'q. Bu yerda numpad uncha gamerlarga shart emas. Auladan F75 kichkinagina, xichamgina, akkuratli dizaynda nimamiz. Lekin mana bu konturlari o'zimga juda ham yoqadi lekin. Bu zona ko'proq уже ko'rayotganingizdek 75% formatdagi, 75 talik formatdagi klaviatura qo'yilgan. Nimaga? Bu asosan keyschilar uchun, kontrchilar uchun, shooterlar uchun ko'proq mo'ljallangan. Mishkasi ham buni bilganlar biladi. Instagramda rosa aylanganlardan bittasi Vladimir mishkasi, o'zini o'sha chekerskiy anaqalari bilan mashhur bo'lgan mishkasi. Yaxshi og'aynilar bilan o'ynaganda, boshqa qilgan lokalniy o'yinlarda ancha yordam beradigan mishkaga komplekt qilib turib biz Asus 20 talik, bu ham IPS monitor, 280 Hz monitor qo'yganmiz o'sha bunda. Xo'p, endi buni shu narsalar, shu periferiyani, shu komplektni ta'minlab berish uchun keysini ham bitta bu tomondan aylantirib olib berasiz o'pshiyga. i5 13400F qo'yganmiz, 40-68 GB bilan operativkamizda endi bu yoqda DDR5 32 GB, ikkita 16 GB bo'ladi. Keyin ishqani qilganmiz, Ryzen olib qo'yganmiz o'ziga moslab. Bu yoqda. Izzat aka, buni FPS qanaqa beryapti endi? Bu yerda tekshirmadinglar? Bu 400 dan baland beryapti. 400 FPS dan baland уже naushniklari hammasi o'sha men aytgandagi CS:GO'chiga kirishyapti, to'g'rimi bu yerda? O'zingiz opsizdan kelib chiqqan holda shunaqa deya olamiz bemalol, to'g'rimi shunda?
Bu yoqda ham zo'r bu ham. 10 ta ekan bu xonamizda. Bemalol kattaroq komandalar, maktabdan chiqib sinfdoshlar, ustki guruh, oshna og'aynilar bemalol kelib qilsanglar bo'lar ekan. Bu yoqda уже сразу kreslolarni qaranglar. Ani BMWlar bor-ku, zatillarga sportivniy, ani bitta o'tirsangiz quchoqlab oladi, bilasizmi? Yonlarida biqillar. Shunaqa kreslo o'zi mana bitta o'tirganlarda quchoqlab olib, mana bu yoqda mana buni qistirib oling. Mana bular regrovka bo'ladi. Ha, to'rda podlokotniklar. Mana ko'tariladi ham o'sha. Xuddi shunaqa. Buni yonida. Ha, bo'ldi. Mana bundoq qilib, qo'l mana bundoq kelib, bemalol o'zingizlarga tortib, maza qilib o'ynash nimasini beradi. Ko'p anaqalarda mana bu stavni bo'lmaydi-da, oka. Mana shu bitta qotib turadi, bo'ldi, o'shanga moslashib ol xullas. Shunaqa. Buni va har tarafi zo'r xullas. Mana kreslo ham juda ham. Kelgan klientga moslashadi. Kelgan klientga moslashadi, o'zingiz moslashib olib. Ham juda ham ikkinchi xonamiz. Bu yoq ham o'zgacha, yonib turibdi, aka. O'ziga mos qilingan sariq. Bitta anoda, aka. Mana bu ko'p game klublarda alohida kabinkalarini yana ham komfort bo'lsin deb tonirovka qilib qo'yishadi. Spesial tonirovka qilmadingiz, men bilan o'ziga tortsin, jalb qilsin deb reklama uchun. Ani mashinaning ham salonlarini, ani poni chexollari, obshipkalari, krelo, mrilolarni rang qilib olib, akvarium qilib yurishadi. Xuddi shunaqa tayyorladi, boyada. Tashqaridan o'zingiz shunday tortib. Sen bo'lib bu yoqda kombinatsiya qilib bo'lib ketilgan Ghost Battleship Transformer modeldagi keysimizni Saru nimasi bor. Unga mana bu Saruni birga bir qilib tushiribdilar okamlar. Kresloni ko'rishingiz mumkin. Ghost Battleship tushirilgan. Bu yoqda Bloody'ni mana buni bizni to'liq anaqasini ham ko'rsatuvdik sizlarga. Svet yoqib qo'yinglar. Bloody'ni Renejet-mida, shunaqamida? Renejet modeldagi. Buni istoриyalarda ham, reelslarda ham to'liq anaqasini ko'rsatuvdik. Bu bilan qaranglar. Bloody. Savar narxlari qanaqa edi buni? Hammasi Renegade bir xil tematikada qilingan. Renegade betda turgani уже boya aytganimdan tashqarisi уже 75% formatdagi klaviatura emas, уже bu yonida universalroq bo'lsin deb Dota uchun boshqa uchun nampadlar bilan qilingan bu klaviaturamiz. Mishkamiz ham уже mana ko'ryapsiz, figurasi sal boshqacharoq, lekin rangi mashinalar bitta tushadigan kombinatsiyali komplekt qilib qilingan. Xo'p, bu klaviaturamizning o'zining narxi $70 turadi. Endi nomidan kelib chiqqan holda VIP dvonimiz, VIP klaviatura. Bu mexanikasi уже buniki optический switchda sal boshqacharoq qilib, oddiy mexanическийdan ko'ra yaxshiroq paketinasi qilingan, bunga imенно qilingan. Shunga yarasha mishkalarni yaxshilab olib berasiz, podsetkalari, boshqalari hammasi yonida, knopkalari, buni DPI-lari, nastroykalari hammasi o'zida bor. Kirib nastroykaga boshqa qilib qiynalib o'tirmaysizlar. Hammasi cho'kka qilingan, qo'lga figurasi o'tirishi ham zo'r. Bitada o'tirasiz, qo'lingiz ortib moslashguncha qanchalar vaqt ketib qolmaydi bunda. Shuni hisobiga naushnigi ham men buni shundoq qo'shimcha qilib ketaman. Adashmasam 16000 DPI-da, mana mishka. Yo'q, yo'q, undan kamroq. 12K DPI. 12000 buniki. Lekin 12000 ham o'ziga yarasha tez, normal tez. Bu degani DPI shunaqangi qo'l keladi, headshotlarda kesib bo'ladi. Shunaqangi DPI qo'l keladi. Davom etadi. Naushnikimiz bu ham xuddi shunaqa, endi hozir standart bo'lib qoldi desa ham bo'ladi. Oddiy 3.5 audio jackdan ko'ra 7.1 audioli anaqa audio texnologiyali naushnik qo'yilgan bunda. Bu ham shunaqa Saru M595 hozir mayda M595 Renegade, imенно bu ham Renegade'dan qilib komplekt qilib turib, bu ham xuddi shunaqa chiqib tushishlari, mana bu temirli joylari, buni komplektatsiyasi temirli joylari tez yonib ketmasligi, qo'lni og'ritib boshqa qilib ortiqcha xalaqit bermasligi uchun to'g'rilangan. Undan ham zo'ri, shuna mikrofonni ushlab tursangiz, mikrofoni yechiladi. Hozir safga shu tortyapman. Mikrofon yechiladi. Kimlardir mikrofon bilan o'ynaydi, kimlardir mikrofonsiz o'ynaydi, oddiy gapirmasdan komandasiz o'ynaydi. O'shanaqa paytda mikrofonni yechib turib, olib turib, o'zida o'ynab, boshqa qilib hamma ishni bitirib bo'lib, уже vaqti tugagandan keyin yana taqib turib qaytib chiqib ketsa bo'ladi, xalaqit berayotgan bo'lsa agar. Xullas, yonga qiyshaytirib hammasi, yonga qiyshaytirib qo'yib, boshqa qilib o'tirgandan ko'ra, shuni yechib qo'yiladi, xalaqit beryapti, masalan, aytaylik, turibdi, o'ynayapsiz, xalaqit beryapti, qiyshaytirib qo'ygandan ko'ra, faqat yechasiz, olib qo'yasiz. Ishingiz bitta, o'ynab bo'ldingiz, to'ydingiz, hammasiga sekin turib mashina taqib qo'yib, yana chiqib ketursangiz bo'ladi. Har qanaqasiga to'g'ri keladi. Buni ham xuddi shunaqa stollar ham narigi xonamizga o'xshab yib qilingan. Bizga o'xshagan qorni bor klientlar uchun, tim bo'lib maza qilib yotib olib o'ynash uchun zo'r komfort. Bunda ham monitorlarimiz
IPS bo'lgan Asus 280 Hz modeli qo'yilgan. Bunda anaqasicha parametr. Parametr bir xil, i5 13400F bilan 4060 qilingan. Operatikamiz DDR5 216 3000 DDR5 216 32 GB общий 6000 Hz qo'yilgan bunda ham. Bladi bilan mana bu Ghost Battleship case'imizni tashqi ko'rinish dizaynlar bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Lekin yig'ilgandan keyin mijoz bo'lib tashqaridan qaraganda Bladi ham o'ziga yarasha juda ham zo'r, ichlari ayniqsa ko'rinish yon shishalari unga qaraganda mana bu yana ham premiumroq уже boshqa desk bo'lib ko'rinyapti. Qanaqadir ichiga ham qimmat narsa qo'yib turib, undan ancha nima narsaga o'xshab qilinyapti. Narxida ham katta razница yo'q edi kesimizda. Narxida 15 ming dollar razница beradi, lekin oddiy Bladi qora qizil bilan katta emas razницasi, lekin buni o'ziga yarasha dizayni, bu уже yangi dizayn bo'lgani uchun, yili dizaynni, texnologiyani o'zini dizayni boshqaroq bo'lgani hisobiga yengiroq bo'lgani uchun sal qimmatroq, lekin u ham o'ziga yarasha o'zini klientlari bor deymizmi, qanaqa deymiz, o'zini odam bor, o'ziga yoqadigan. Bunda ham boshqasi. Buni narigi xonalar xos ko'ramiz. Bu oqqa sariq bo'lsa, qoraga sariq versiyalari ham bor buni hali. Qop qorasi ham bor edi. Qop qorasi bizga keyin keldi. Qop qorasi u poni hammasi qop qora Black Piano sifatida degan bo'ladi uni. U keyin keldi. Uni do'konimizda ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Kelib ko'rsanglar bo'ladi. Keyin yana bitta ma'lumot o'rnida bu kesalarimizni oxir paytda game klublarga juda ham aktual bo'lib qoldi. Ko'p game klublar, misol 10 ta game klubda 8 ta game klub egalari mashq kesalashyapti. Nimaga desanglar, sababi kelayotgan game klubga kelayotgan gamerlarga ham bu kesa juda ham qiziq bo'lyapti. Instagramimizda 1 milliondan oshib ketgan prosmotrli bitta reelsimiz bor. Namanganga yig'ib berganmiz, namanganlik akalarimizga deb Instagramda video boshlangan. O'shanda ham mashq kesalar bo'lgan. U video 1 millionga chiqib ketishining sababi ko'pchilikning e'tiborini mashq kesamizga tortgan deb o'ylayman. Mashq kesamizga tortgan deb o'ylayman. 3-VIP xonamiz bo'lyapti. Bu 5 talik. Yo 5 talik уже. Yani o'zgacha qilingan, atmosferasi o'ziga mos qilib, dekorlarni ham o'ziga mos qilib. Zo'r qilib. Bu yoqda уже mana yana boshqa kreslolarimiz bo'yinni ortmaslik uchun, belni ortmaslik uchun maza qilib komfort. Bu ham mana regrovka bo'ladi. Zo'r aka. Mana yaqinroqdan olib berasiz operator Aula F75 boyagi konturligimizni boshqacha rangi, atroflari oq bo'lib, bu yog'i fioletoviy, to'q fioletoviy bo'lib sekin ocharib ketgan. Mana bu yonida o'zining knopkasi bor, ovozi balandpast, unda bossanglar pauza bo'ladi. Voy bu yoqda mana buni oppog'ini qilib qo'yibsiz, izzatilla aka rezerva. Shunaqa. Sarvar buni ham bitta tushuntirib bor. Xarakteristika bir xil edi. Xarakteristika xuddi o'sha. Bunda уже yana Bladiga qaytamiz, naushnikidan boshlaydigan bo'lsak. Buni ham mikrofonni syomniy yechiladi, olinadi, qo'yiladi. Kerak paytda olib turib, kerak emas paytda yana taqib qo'ysa bo'ladi. Sekin yechiladi buniki ham. Lekin bu olib ketib qolish kerak degan adashtirib pastga qolib ketish kerak emas. Akkuratni birovning narsasi kelib foydalangandan keyin albatta joyiga taqib ketishdan so'raymiz. Xo'p, naushnikning o'zi Bladiga G560 Naraka modeli bu ham. Bu ham zo'r. Patetlarni ko'ryapsiz, yondan ko'rinishi, yonidagilarni ko'rinishi qorong'u paytda, agar hozir svet yoqib turibdi, bunchalik bilinmayapti, lekin qorong'u paytda ko'rsanglar, bu ham o'zgacha ko'rinadi. Buniki abadoga ko'ryapsiz, temirdan qilingan, plus mana bu kojinli boshingizga tegib turadigan qismi ham, boshingizga aloqada turadigan joyi ham уже yumshoq gubka qilingan, tortiladi, rezinkali, bu ham qattiq qisib qolib, boshingiz og'ritib, sochingizni ezib qo'yib unaqa qilmaydi. Hop, ketdi, bunga o'tdik. Buniki alohida уже multimedia mana kontrollar alohida chiqarilgan. U 7:1 hisobiga alohida kontrollar bor, qo'lidan o'zingizdan qidirib o'tirmaysiz. Klaviaturamiz xuddi yana boyagi F75 konturi boshqa rangi, ya'ni gradient purple rangidagi kombinatsiyaligimiz. Buni kimlardir simla ishlatish yaxshi ko'radi, kimlardir simsiz, lekin menimcha simlisi normalniy turibdi, chunki zaryadkasi постоянно to'lab turadi. Podsvetkalari hammasi buniki ham gradient bo'lgan hisobiga, harflari hammasi yoniga tushirilgan, ya'ni ustida emas, yotib o'ynaganingizda komfortli bo'lishidan hisobiga yoniga tushirilgan. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, Razer DZ Essential oqi, buni ham ko'pchilik biladi, eskidan hamma tanib kelgan, o'ynab kelgan, baquvvat, o'ziga yarasha buni ham klientlari bor degan bo'ladi bemalol. Yonida уже вперед-назад knopkalari, roliklari hammasi yonib turibdi, logotiplari yonib turibdi. Bosganda qo'lga tushishlari, buni figurasi, dizaynlari hammasi aytadigan bo'lsak, o'zini alohida odamlari bor buni ham. Kimdir X7 ga anaqa oshiq bo'lsa, kimdir 102 mishkaga, kimdir mana shu Razer DZ Essentialga kirishadi. Ya'ni o'shanga moslab bu ham shunaqa oq kombinatsiya qilingan. Bunda уже boyagi saroga o'xshab turib, oq kombinatsiyalar tepaga kesib o'ziga ham berib ketilgan.
Уже bu yoqda 3-rang oq rangi ham qo'shilgan. Keyin mana necha dipay edi mishka? Buniki 8 ga. Buniki 8000 dipay. Keyin mana bu aulamizni bespirodni ham ishlaydi-da. Bespirodni agar o'zingizlarga uyga oladigan bo'lsanglar, bespirodni ishxonagami, uygami, umumiy shaxsiy foydalanishga olaman desanglar, ham Bluetooth bilan, ham 2.4 dongle bilan ham ishlaydi. Provodnoy versiyaga, ya'ni wired versiyaga o'tkazib qo'ysalar, ya'ni 3 mode deyshadi buni. Agar klaviaturani уже yaxshi tushunadiganlar oramizda bor bo'lgan hisobiga oladigan bo'lsak, 3 mode desa hamma biladi уже bittada. Xullas shunaqa ham 3 xil provodnoy и Bluetooth orqali ishlaydigan. Mana bitta yaqindan nima qiling. Buni уже rangi ochiqroq bo'lganga yaxshiroq ko'radi. Mana qaranglar. Tashqaridan, tepasidan qarang, ko'rasizlar. Однотонный ko'rinyapti. Bu yoqdan qaraganda уже harflari, sonlari hammasi ko'rinadi. O'zgacha dizayn. Buni ham bitta qaraganda uyga olasizlarmi, game klubga olasizlarmi, ishxonaga olasizlarmi, birinchi marta klaviaturani ko'rayotgan odam ozgina bo'lib qoladi. Mana shunaqa joylarga mazza qilaman lekin. Hech kimda ko'rmagan, oldin ko'rmagan, neobishiy bo'lgan modellar, ranglar, mana shunaqa bo'lsa, o'zim ham mazza qilaman lekin. Bu yerda ham ko'vriklarimiz 40 ga 90 dot 2 tematikada qilingan ekan. Zo'r, yomon emas. Bu yoqlar ham havolari ham cho'tka aylanib turibdi. Har bitta xonaga bu yoq eshik ochib qo'y, havo almasdan dim bo'lib ketdi. Unaqa narsa yo'q ekan, Izzatilla aka. Har bitta xonaga chiller nima qo'yilgan ekan, bir xil joylardachi общий zalga konditsioner qo'yilganda, kabinkalarga nima qilinmaganda, eshikni ochib qo'y, dim bo'lib ketdi. Eshikni ochib qo'y, dim bo'lib ketdi. Ochib tursin, klientlar chiqib ketgandan keyin dimlanib qolibdi, ochib tursin, havo almasi. Mana shunday. Bu yerda ovoz ham eshitilmaydi, qo'yilgan. Chillerlar hammasi ishlab, havolar salqin, maza qilib, komfort his qilib, bemalol mijozlar kelgan mijozlar komfort olishadi. Bu yerda 4-inchimizni, bu yerda уже polni, yana boshqa rangli anaqalarimiz, kesanimiz. Bu ham o'zgacha. Уже bu yerda qora saru. Bu yerda ham o'zga, lekin o'zgachasi turgan ekan. Men bu klaviaturani ham juda ham o'zim yaxshi ko'raman. O'zimni uyimda, ma'lumot o'rnida, kompyuterimda naraka, mishka ham naraka. Mana shu 3 ta narakani ishlataman. Hali tiq etmadi. Bir 5-6 oy bo'ldi adashmasam. Mana undan ham oshdi, uyga olganimizga. Bir yildan oshdi. O'zimizning kompyuterda turadi. Xuddi shu S98 klaviaturani o'zi 95 Max narakani o'zi, faqat naushnigi bu 560 bo'lsa, bundan oldin 575 degan modeli chiqqanda. Ham bu shuralari setkali bo'ladi. O'sha variantidan hali ham ishlatamiz. Hammasi zo'r, haligacha buzilmasdan, tiq etmasdan ishlaydi. O'yinlarda shooterlar bo'ladi, strategiyalar va boshqa o'yinlarni, YouTube'larimiz, Excel'da ishlashlarga, sonlar bilan ishlashlar kerak bo'ladi, ko'pincha kalkulyatorlar bilan. Unda ham zo'r, haligacha problemasini ko'rmadik. Buni aytib ketadigan joyim, qorong'ida ishlanadi, yorug'da, charchaganda boshqada qilinadi. Kiyiklarni almashtirsa bo'ladi bunda. Masalan, kimgadir servis yoqmayotgan bo'lsa, o'rniga oqini yoki qizilni qo'ysa bo'ladi, zapasnoy chiqadi. O'shanisini qo'yib olib turib ishlasanglar, yana ham qulay. Yoki kirib olib ketgandan keyin almashtirib ishlatsanglar, yoki boshqa kiyik taqib olsanglar ham bo'ladi bemalol. Ancha yordam beradigan narsa, u ichida zavodskiy upakovkaning ichidan chiqadi. Alohida sotib olib, rasxod qilish shart emas, chunki o'sha normalniy anaqadagi premium sifatdagi, premium segmentdagi klaviatura bo'lgan hisobiga ichidan o'sha tayyor chiqadi. Monitorlarimiz Asus 13400F 4060 32 GB DDR5 operativ bilan jihozlangan bu yog'imiz ham. Kreslo ham ko'ryapsizlar, mana oqqa qora qilib turib kombinatsiya klaviatura mishkalarga to'g'rilab turib qilingan. Boya tepada aytib ketganimdek, Boshqa. sariqqa qora keysli qilingan bu yog'ida o'sha. Bu yoqda o'sha yana ham premiumroq bo'libdi. Kresloyimiz ham o'sha bu yoqda shu boshqacha kojinli materialda, manbalari ham bel orqasi turadiganlari ham katta. Bel orishi o'ylab ham ko'rmaydi bu kresloda. Manbalari ham o'sha вообще karbon stilda qilingan ekan. Mana qaranglar. Bu ham xuddi shunaqa oldingi, orqaga, yonga, tepaga, pastga mana bunaqasiga ham bo'ladi. Yonga ham yuryapti, tepaga, pastga bo'lyapti. Mana buni yotqizsanglar bo'ladi. O'zingizlarga moslab yotqizib, turg'izib, qonunvorlarga mebelimizni shu qulay. Mana bu klaviaturamizni bespirodni ishlaydi-da, bu ham. Bu alohida versiyasi chiqqan. Alohida versiyasi chiqqani. $10 qimmatroq turadi. Shunaqa ham provodniy, ham bespirodniy bo'ladigan. Bu S98 bo'lsa, WS degan chiqqan, ya'ni wireless ham bo'ladigan versiyasi bor. $10 qimmat turadi. Bu $65-70 sotiladigan bo'lsa, u $75-80 atrofida chiqadi klaviaturamiz. U boshqa versiya lekin. Lekin u ham o'sha provodnoy, bespirodnoy, Bluetooth orqali 3 xil. Bluetooth emas, provodnoy, bespirodnoy bo'ladi faqat. Bespirodnoy ishlaydi. Mishkasini dizayni ham juda ham o'zgarishi, qo'lga ham bor-ku. Mana shunday qilganlarda qo'lga qolipday tushib, razmeri necha 42 deydi-yu, oyog'ingizga bunday qolipday tushadi-yu. Mishka ham xuddi shunaqada. Mana qaranglar, qo'lga yopishib oladi. Maza qilib ishlatadigan mishkalarda naraka.
Xullas 1 yildan oshibdi, uyimdagilar ham jiyanlar yeganda 1-2 marta tushirib yubordi ham. Anaqani klaviaturani hali tiq etmay ishlayapti, nima qilyapti. Mana bunisini hozir aytib o'tdi. Misol kimlargadir rasmlari yoqmaydi, adnotoniy xohlaydi. Menda mana shu shift, mana bu anaqalari, mana rasmlilari, adnotonilari ham komplektda chiqadi. Xohlovchilar alishtirib ishlatsanglar bo'ladi. Bunday qilsanglar olinadi. Bu klaviaturalarimiz mexanika, red switch ham o'zi bilganlar biladi. Juda ham baquvvat, ancha xizmat qiladigan sifatli switchlardan bemalol alishtirib. Qaysidir knopkasi keyinchalik 1,5 yil, 2 yildan keyin buzilib qoladigan bo'lsa, switchini bemalol almashtirib ishlatishga anu bo'ladi. Одноразовый emas, ya'ni bitta knopkasi ishlab qolsa-da, qolgan knopkalar ishlayapti, bo'ldi, musor bo'ldi degani emas. Xuddi mashinada qanaqadir zapchastkada detal, o'sha detal o'zini almashtirasiz, mashina yurib ketaveradi. Bunda xuddi shunaqa switchni almashtiradi. Komplektda switch ham chiqardi buni. Adashmasam ham switch ham bo'ladi, pulyalar hammasi komplektda bo'ladi har doim. O'rtacha 2 dan 5 tagacha switch chiqadi o'z hammasida. Boshqa modellarda ham shunaqa. Masalan, arzonroq segmentdagilar bo'lsa 2 ta yoki 3 ta chiqishi mumkin, yoki chiqmasligi ham mumkin. U nima degani? O'sha switchga yechilmaydi, payme bo'ladi, plataga qotirilgan bo'ladi. Bunaqa o'sha premium segmentdagi klaviaturalarning ko'pida o'zida bo'ladi. Agar даже mishkalarning ham switchlari alohida chiqadigan variantlari bor. Qimmatroq modellarda switch ham, даже mishkani switchi ham, mishkani knopkasining ichidagi switchlari ham, mexanический switchlari ham, ular ham alohida chiqadi. Uni ham almashtirsa bo'ladigan mishkalar ham bor, даже ma'lumot o'rnatadigan bo'lsak. Xo'p, Abdulazizga bitta savol kelyapti-da hozirda. Mana hozir, Izzatilla aka. Izzatilla aka, hozir bitta savol kelyapti-da. Hozir parametr bir xil bo'lyapti, keysi dizayni o'zgaryapti, ranglari, periferiya mahsulotlar o'zgaryapti. Endi bu yoni egasiz kelayotgan mijozlar, gamerlar qaysiga ko'proq talab bo'lyapti? Qaysi kabinkaga kirib ketishyapti? Kabinkalarga? Yo'q, misol bu yoqda mana o'sha Bladidan anaqa, naraki. Bu yoqda o'sha yana boshqacha nimasi, o'sha ranglari, periferiyalar har xil bo'lyapti, hammaga har xil yoqadi. Qaysi o'ziga ko'proq tortyapti kelayotgan mijozlarni? Sarvaga. Sarva. Sarva o'z tashqaridan mana bir-biriga kombinatsiya qilib qo'yganingizdan o'ziga yomon tortyapti. Kreslolarimiz, naushni nimalarimiz, shu bir-biriga ancha zo'r. Keyin yana bitta savolda. Anu ko'rinmayapti. PlayStation. Qo'shdingizmi, qo'shmadingizmi? PlayStation qo'shganmiz. Qo'shilgan qayerda? 5 bor. PlayStation 5. Eng chekkaga qo'yganmiz, maza qilib, shovqinsiz. PlayStation kelganlar unaqa yarim soat 40 minut ochtirmaydi, 80-90% OK VIP deyishadi. Supulani olib kirib ketishadi. Zerikanda chiqishadi, hamma o'yinni o'ynaydi. Shunaqa. Bu yoqqa qo'yingizmi shunda PlayStation? 3 ta xonamiz bor. Aha. 2 ta to'q qo'yganmiz. Mana bu yoqda birinchi xona. Bu birinchi xonamiz. Aha. Bu yerda PlayStation to'q qo'yganmiz. PlayStation 4. PlayStation to'q qo'yganmiz. Buni ham o'zining jihozlari bor. To'g'risini aytsam, OK 5 ga qaraganda 4 yoqadi o'zimga ko'proq. Bilmayman nimaga. Men qanaqadir o'sha odam nima deydi? Mana bunaqa bo'lganda bu PlayStation 4 bilan anchila chiqish olinganda 5 bilan endi yangi bo'lgani uchun bilmayman, o'zimda ham mana shu 4 dan turadi. Nechtalik OK monitori? 75 talik qo'ygan. 75 talik inmay qo'yibsiz-a? Inmay qo'yganmiz. Zo'r OK. Zo'r. Joystiklar ham ko'rinib turibdi. Yaxshisidan olibsiz joystiklarni ham. Ko'p PlayStation xonalarda OK mana shu joystik muammoda. OK joystikka alishtirib bering. OK bu ham ishlamayapti-yu deb olingizga besh olsa joystik OK to'kada tanlab oling deydi. Tanlab oling deydi. Joystik nima qilasiz? Yo'q, yaxshi joystik ham yaxshilarni qo'yib qo'yibsiz. O'yin bor. Qo'yib qo'yibsiz. Baquvvat. Anu qora bor-ku, san'atning ishi mana joystik bor. Hamma joyda shunaqa qo'yishgan endi. Shunaqa. Yaxshi joystik ham zo'r OK. Kimda FIFA, kimda PES. Bu xonaga chilar alohida nima qilingan? Chilling sistema bor. Bu yerda ham faqat chilling sistema emas, bu yerda havo almashinib ham turadi. Bu yerdan muzdek havo bersa, bu yerdan suvxon tortib ham sirkulyatsiya bo'ladi. Sirkulyatsiya bo'ladi, ha. Sirkulyatsiya. Просто konditsionerdan tashqari havo almashinuvi ham bor. Havo almashinuvi. O'shaning uchun ham yumshoq ekan. Kelganimizda anu просто muzdek salqin emasda, havo yengilda, yengil. Dimlanib qolgan havo yo'q. Kelgan yana bitta nima? Hozir bu yoqda mana buni oynali qilmaganingiz, hozir mana bu VIP kabinalarimizga nisbatan yana ham jimjitroq. Jimjit. Chetga qilingan, mana bu o'sha oyna emas, qalinroq devor qilib ishlangan, to'g'rimi? Перегородкаlar. Перегородка qilingan. Eshikni yopsa, eshik ochiq turibdi hozir. Eshikni yopsa yana ham jimjit bo'ladi. Jimjit bo'ladi. Maza qilib o'ynanadi. Assalomu alaykum. Bo'ldi, zo'r. Hozir bu birinchi xonamiz-a? Birinchi xonamizda bu 5 ni qayerga qo'ygansiz aka? 5 ni
o'rtaga qo'yganmiz. Ikkinchi xonaga, Ikkinchi 5 xonaga. PlayStation 5imiz bu yoqda. Bu yerda ham xuddi shunaqa televizor 75 talik. 75 talik immer Immer ekan. qo'yilgan. Mebellar ham yangi, qattandir eski mebel olib kelib qo'yilmagan. Shunaqa. Yangi joy, yangi narsa. Nima qilib, mebellar ham yangi, Kelib, mazza qilib. yangi zakaz qilingan markerlar ham o'chirilmagan. Zo'r. Ikkita o'g'il, ikkita og'ayni kelib, mazza qilib o'tirib ketadigan joy. Mana joystiklarni qaranglar. Vibratsiyali aka bular. Конечно. Vibratsiyali mazza qilib, his qilib o'ynab ketiladi. Bemalol suv puli, xotdoklar qo'ysangiz xotdoklarni zakaz qilib tinch joyda o'ynab ketiladi. Bu yerda yana bitta xona, uchinchisi, bu yerda Uchinchisi. Bu yerda PlayStation 4imiz. bu yerda PlayStation 4. PlayStation 4. Zo'r aka, bu PlayStation yerda. 4. Soat qanaqa aka? Soati PlayStation 4larning 85 ming so'mdan. 1 soatda. 1 soat. Aha. PlayStation 5imiz 40 ming so'mdan. PlayStation 5 40 ming so'm. Bularga qanaqadir skidka ila ertalabki kechqurunga aniq Hozircha yo'q. hozircha unaqa Hozircha yo'q. O'zi lekin narxi zo'r aka. Bu hali yangi monitor ham yangi. PlayStation'laringiz bilan joystiklar ayniqsa englarni joystiklar hamma joyda aka 95% joyda joystik muammo. Aka, alishtirib bering, joystik ishlamayapti, zaryadga olmayapti, yutqizib qo'yib, "Men joystikim yaxshi ishlamayapti, futbolda bo'lardi." O'zimiz ham shu-da. Shunaqa. Zo'r aka. Ko'p turibsizlar, bemalol kelib, og'aynilar bilan, sinfdoshlar bilan mazza qilib o'tirib ketadigan joy ekan. Elizon boyiga $150, $250, hammasi bir bola summa bo'lib yotibdi. Shunaqa. Bitta ko'ringlar aka, bu yoqni ham Elizonamiz izzatillagan aytishlari bo'yicha eng qimmat xona shu yoqda. Eng qimmat degani necha pul aka? Bir 50 ming, 60 ming soati? Yo'q. Necha pul? Undan ham qimmatroq. Unda arzonsiz bo'ladi. Yo'q, necha pul bo'lyapti? Bu yerda narxi hozir 25 ming so'm. 1 soatda. 1 soat 25 ming so'm. Aka, o'shani gravasarlar mashxonaga qo'ygansiz. 25 ming so'm qo'ygansiz. 25 ming so'm. Ko'ringlar, o'zingizlar ko'ringlar. Narxini keyin ham hujjat qilamiz. Voy, birinchi bo'lib men bu yerda boshlayman. Gravastar K1 Pro model klaviaturamiz. Klaviaturani o'zi adashmasam $150 narx chiqardi. $160-170 sotiladigan klaviatura. Yaqinroqdan ko'rsating klaviaturani. RGB podsetkalar, yonlarni ko'rasizlar, qanaqa dizaynda ishlangan. Ochuvchasiga aytdik, Izzatilla akamga aytdik, o'sha kuni kelganingizda aka. Endi bizda faqat do'konimizga kelgan mijozlarga molimizni o'tqizish, qimmat narsani tiqish, puli bor ekan, tushunmas ekan o'tqizish emas. Mana shu narsani tanlab oldilar aka. VIP kabinka bittasiga gravastar qo'yaman. Logotich mishka qo'yaman, logotich naushnik qo'yaman, besprovодной eng zo'rini bering deb, eng qimmat polkamizda eng qimmatlar. Oke, odamlar uyga olishadi, ko'tarilib ketgan streamerlar olishadi bu narsalarni. Yomoq tishishadi, oke, game klub desam, oke, maza qilsin, his qilsin, oke, kelgan mijozlar maza qilib ketib, boshqa o'rtoqlarni ham olib kelsin. Sergelida bitta bo'liydi. Sergelida bitta game klubidan bo'lsin deb qildilar. Klaviatura lekin alohida tema bu yoqda. Savar chaqirgan, mishkamizdan ham nima qilib bersin? Va mishkam lekin besprovодной. Savar bitta nima qilgan? Narxlari bilan faqat. Chunki bu yoqda arzon narsa qo'yilmagan. Bittasini o'zi 2000 dan oshuvda, mana shu bitta komplektimiz. 2300 ga yaqinlashgan, 2300 ga yaqinlashgan. Keyin sborkamiz, monitor, naushnik, klaviatura va albatta mishka. $2300 kim qiladi uni? Hop, birinchisi kreslosidan boshlaymiz. Kreslo komfort, o'sha boygilardan ancha farq qiladi. Bitta o'tirasiz, ham o'tirib olamiz. Yaqinroqdan olib bersangiz, poni hammasini yaqinroqdan tushuntirib, buni tushuntirmani qilib berardim. Klaviaturani o'sha taniymiz. Bizning Instagram profilimizga ham ko'p qo'yildi. Oyoqlari mana o'sha ko'pchilik bizdan tashqari ham rosa aylangan, trendga chiqib ketgan klaviaturadan bittasi K1 Pro. Bu o'sha boya aytganimiz remotda ishlaydi. O'sha switchlari ancha boshqacha, Auradan yoki boyagi Bloody Narakalardan farq qiladi. Switchlari ancha zo'r, smazli switchlar bo'ladi ham. Bu yoqda mana balandpast qiladigan, pauza qiladigan hammasi bor. Даже logotiplar ham mana displeyda yonib turibdi. Bu ham xuddi shunaqa o'sha 75% klaviatura. Mishkamiz,
Superlight 2 Logitech hamma biladi, bezpronoyda, mana keyslarda bunga yetadigani yo'q hozircha. To'g'ri, zo'rlari bor, narxi, boshqa har tomonlama olib qiladigan bo'lsa, bunga yetadigani yo'q. Hamma bilgan, hamma o'rgangan, hamma ko'nikkan zo'r mishga. Tarif, boshqa narsalar ortiqcha gap so'z shart emas даже. Narxi $130 turadi. 130, kimdir $135 sotyapti. $145 ham bor даже. No, o'rtacha $130 deb olamiz. $130 ga menimcha zo'r. Bunaqa brend uchun, bunaqa kayfiyat uchun arziydi. Gravastarni bularniki adashmasam yo 26 yo 35 bo'ladi bularni. 26 35 ming dipa. Bu degani уже rosa gazim headshotlarni bemalol urasiz. Bemalol maza qiladi bunda. Juda katta qulaylik beradi tezkorda. Naushnikimiz bu ham xuddi shunaqa G Pro X2 wireless bu. Buni ham biladi, bunga ham ortiqcha gap so'z, ortiqcha ta'rif shart emas. Bu ham уже tushunmagan, taqib ko'rmagan, ishlatib ko'rmagan odam bo'lsa, YouTubedan bitta kirishinglar yoki agar вообще do'konimizga kelsanglar, bizda ko'pchilik biladi, kelsa taqib ishlatib ko'rishi, klaviaturlarni bosib ko'rishi yoki mishkandan ochilganlardan bosib ko'rishi mumkin. Bemalol kelib o'tirib, даже kompyuterlar ham mashinaga kompyuterlar do'konda yig'ib qo'yilgan. Kelib o'tirib, 3 xil zonamiz bor. 3 xil zonadan tashqari o'zlarining kompyuterlari ham yoqib turadi. Bemalol kirib o'tirib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Monitori hammasini общий qilib, mana shu полный tasvirni, изображение ko'rsatib beradigan narsamiz, FPS hammasini ko'rsatib beradigan narsamiz monitor. Monitorimiz Dell brendidan Alienware seriyasini 25-23 XF modeli, ya'ni 25 tali, 25 dyumli hammamiz bilamiz. Kibersport uchun ideal razmerlardan bittasi. Bu yerda даже siz kelib stream qilsangiz bo'ladi, boshqa qilsangiz bo'ladi, turnirlarda qatnashsangiz bo'ladi. 360 Hz monitorimiz. Agar xohlasanglar, sizlar bunda o'tirib aytgandek stream qilsanglar bo'ladi. Bu yoqqa yaqinda Izzatilla aka bilan gaplashdik. Web kamera ham qo'yadilar, boshqa ham qiladilar, hammasini to'ldirib qo'yishadi. Xudo xolasa, endi ularni qo'ygandan keyin kelib turib, ertalabdan kechgacha yoki kechqurundan ertalabgacha o'zingizga qulay vaqtda streamlar qilsangiz bo'ladi, bemalol o'tirasiz, uyda ortiqcha joy, ortiqcha kompyuterga rasxod qilmaysiz. Kelasiz, ochasiz, o'tirasiz, даже gaplashib turib, siz bilan boshqa yana biznes hamkorlik qilsanglar bo'ladi, boshqalar qilsanglar bo'ladi. Bu yoqqa ham o'zingizga foydali bo'lgan, ikki tomonlama manfaatli bo'lgan takliflar bilan chiqsanglar, qilib berishadi hammasini. Mana shunaqa kompyuterdan 5 ta bor bemalol keslarini ko'rsanglar, bu yoqda уже 14600F protsessor turibdi. Hozir hamma biladi, top vilardan bittasi turibdi. To'g'ri, hammasi zo'r bo'lyapti, lekin video kartasini qo'ydinglar desanglar, RTX 4070 GB dan 32 GB operatsiya bo'ladi, Corsair brendidan qo'yilgan. Zo'r, hamma keyslarni ko'ryapsiz o'zingizlar, polni RGB qilib qilingan. Buni bitta tomosha qilasizlar, yoqilgandan keyin kompyuterni 15 minut tomosha qilib qolib ketasizlar-da. Buni tomosha qilib bo'lgandan keyin sekin o'tirib o'ynasanglar bo'ladi. Mabodo agar charchab qolib, yutqizgani kayfiyatingiz tushganda, yana turib bittalab keysni tomosha qilib tushirib, yana qaytib o'ynasanglar bo'ladi. Bemalol deb ayta olaman-da men o'zim. Chunki kompyuter tushungan odam, kompyuterga qiziqqan odam baribir maza qiladi. Bitta qaraganda ko'zi quvnaydi. Ana hayvonot bog'iga borganda, muzeyga borganda birinchi bundoq tomosha qilib chiqiladi-yu. O'ynashdan oldin bitta bundoq tomosha qilinadi keyslarni. Keysimizni 1 2 3 4 ta tarafi shishali. Даже men tepa tarafda ham qo'lim ko'ryaptim, tepa tarafi ham shishali. Bu yerda Astrashil 360 tali protsessini so'ch uchun vodiniy охлаждение qo'yganmiz. Vodiniy охлаждение ahamiyat bersanglar, displeyli pompasi, protsessini sovutadigan pompasi displeyli Izzatilla akam bu yerda Game Pulp logotipini qo'yib qo'yganlar. Plus ustiga soatni ham qo'shib qo'yganlar. 8 dan 7 minut o'tdi, ko'rsatyapti. Keyin bu yerda Sarvar operativka bilan video karta necha gigabaytlik edi? Bu yerda 3 qatorroq qo'yilgan. Уже xona kichikroq sig'maymiz xonaga. Operativkamiz 32 gigabaytlik, 16 gigabayt 6000 chastotada ishlaydi. Уже Corsair borgilarda asal oddiyroq brendni qo'yganmiz. Bunda уже premium segment bo'lgani uchun Corsair brendini qo'yganmiz. Video karta aytgandek 4070 12 gigabaytlik bo'ladi. 3 ta kullerli versiyasi bu maza qilib o'ynash uchun. Unaqa video karta qizimaydi. Shuna hisobiga ortiqcha nagruzka tushmagandan keyin FPS-larga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, o'zining ta'sirini yaxshi ko'rsatadi bemalol. Уже kullerlari boya aytgandek yana alohida tema, ularga tomosha qilib o'tirib, ularni sovutishlari, unga beradigan qo'shiladigan FPS-lari deb aytsak ham bo'ladi bemalol. Ancha katta yordam beradi, ancha ko'p o'ziga tortadigan narsalar bo'lgan xullas. Keys modeli nima edi? Bu yangi modellar. Ha, o'sha paytda yangi kelgan edi bu. Biz yer berganmiz chunki remontlar bo'lishidan oldin qilingani uchun Dark Flash brendini DE470 degan modeli ko'rsanglar, sal o'sha Google dan kirib ko'rasizlar, buni obzorni ko'rsanglar, o'ziga yarasha figurni chiroyli keys bu ham.
o'sha aytolman, o'sha paytda Izzatilla akam kelib eng oxirgi yangi modellar, eng oxirgi so'nggilarni yig'diruvdilar. Aka, game klubga hozir qimmat chiqib ketadi buni summasi. Bunchalik shart emas desa, aka zo'ri bo'lsin, webkamingga bitta bo'lsin, o'sha atrofimizdagi game klublardan ajralib turinglar, kelgan mijozlar ham maza qilib komfort his qilsin deb aytuvdilar. Bu yoqda hozir men Izzatilla akamga aytayotgandim, aka, mana men degan tanilgan, уже ancha reytingi ko'tarilgan streamerlarning uyida ham hali даже bunaqa parametr, bunaqa periferiyalar yo'q. Aka, shuncha nimani расход qilish, shuncha pul tikdingiz, qimmat. Mishkani o'zi $130 turadigan, Logitechchi беспроводной ishlaydigan 26 mingmidi? 26 ming, 31 ming, 32 ming dipayli mishga qo'yilganda, bitta web kamera ham qo'ying, streamerlar ham keladi, aka. Keladi, xudo xolisa. Tez orada xudo xolisa web kamera ham qo'yamiz, streamerlar ham kelib, maza qilib, xona tinch, jimjit, ayniqsa kunduz kuni kelishsa, hozir bu yoqda bitta mijozlarimiz o'tirib, kunduz kuni kelsa, hech kim bo'lmaydi, obedlarda kelishsa, narxi ham 25 ming so'm. Qachon chiqarasiz buni pulini? 25 ming so'm. Xudo xolisa bo'ladi. Tekinda, mana o'zi $170, $130. Mishka nech pul edi? Naushnik $250. Naushnikimiz. Naushnikni o'zi ham беспроводной Logitechdan $250. Kelgan. Mana buni ahamiyat beringlar. Bu orqasiga yopishtirilgan emas, nimadir o'ziga ixtiro qilib nima qilib qo'yishmagan emas. Monitori o'zida shunaqa detali bor. Bu naushnik uchun. Monitorimizda shunaqa detali bor, naushnik uchun. Qanaqadir qo'shimcha yana naushnik iladigan nima olish shart emas, o'zida shunaqa qulaylik bor. Zo'r aka. O'sha o'zimga ayniqsa mana akvarium case orzuda kelishadi do'konimizga mijozlar. Akvarium case yig'dirganlar, katta streamerlar, 3D Max'chilar, ili doktorlar, puli bor, qo'pol qo'yayotganda puldan muammo yo'q, zo'ri qaysi deb eshitib ko'radigan mijozlarimiz bu yerda game klubda zodagonlarniki yoki bitta общий qilib aytganda zodagonlarniki game klubda VIP kabinada suv tekin narxi 25 ming. Narx hali ham kuldiryapti aka. Bu yoqda 25 ming so'm o'zi skidka ham kerak emas ekan aka, betga. Skidka kerak emas. 25 ming so'm o'zi narxini o'zi o'sha suv tekin 24 soat bir xil narx. Kreslo ham 24 soat bir xil narx, ha? Kechqurun qimmatroq qilib qo'yish yo'q. Yo'q. Bir xil narx. Bir xil narx. 24 ga 7. Ertayu kech. Ertayu kech 25 ming so'm. Game Club ko'rdinglar, 90 yig'ib bergan kes bo'lganimiz ham ko'rdinglar. Ozgina xato, kamchiliklar bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Birinchi qotgan videoyimizni bizani qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga, obzor qilib berishga harakat qildik. Bu lekin birinchi ochib berayotgan game klubimiz emas. Xudo xolisa, lekin videosini olib obzor qilib berayotgan birinchi game klubimizdan YouTube'ga chiqayotgan videolardan qanaqadir kamchilik, kichkina elementlar, xatolar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Do'konimizda kompyuter bo'yicha qanaqadir maslahat, qanaqadir muammo, savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Savar ukam doim o'sha yerda bo'ladi. Nima yordam bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Game klub ochmoqchi bo'lgan akalarimizdan bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Yelka-melka turib, polni hamma qo'limizdan kelgan bilgan maslahatlarimizni berib, game klublarda qanaqa nima qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Kompyuter bo'yicha ham uylarga olmoqchilar, ishxonaga olmoqchilar, bemalol kompyuter bizning do'konimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Narxlarni qo'ldan kelgancha budjetning hamyonbop optimal qilib beramiz. Kompyuter bo'yicha nima ishinglar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. YouTube'da xudo xolisa aktiv bo'linglar, podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Bundan keyin bunaqa video, obzorli videolarni ko'paytiramiz. Viloyatda ham bundan ham zo'r game klublarni ochib berganmiz. Xudo xolisa uni ham obzorlariga borib sizlarga chiroyli qilib video qilib beramiz. Faqat boshlanishiga sizlarning ozgina poddershkalar kerak. Sizlarga qiziq bo'lsa, mana shunaqa temalar obzor qilib berishimizlar, video kompyuter xonalari, mana shunaqa game klublarning obzorlari, do'konimizda kompyuter yig'irish jarayonlari, YouTube'da videolarimizda qiziq bo'lsa, shunaqa obzorlar, har xil kompyuter bo'yicha qiziq ma'lumotlar ozgina poddershka qilsanglar, biz xudo xolisa bundan ham zo'r videolarni qilishga, davomiy bo'lishga harakat qilamiz. Rahmat, hammanglar sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Shuncha shu payt shu joyigacha ko'rganinglarga kattakon rahmat.